Здравствуйте, меня зовут Ольга Драгой. Я директор Центра языка и мозга в Высшей школе экономики в Москве. Assalomu alaykum. Mening ismim Olga Dragoy. Men Moskvadagi Oliy iqtisodiyot maktabining til va miya markazi direktoriman. Mana 3 yildirki, mening markazim Farg'ona davlat universiteti bilan psixo va neyrolingvistika sohasida hamkorlik qilib kelmoqda. O'zbek tilida ona tili sifatida so'zlashuvchi bolalar uchun o'qishdagi nuqsonlar va unga yondosh kognitiv buzilishlarni tashxislash uchun diagnostik testlar to'plamini yaratdik. Bu grant tugadi, ammo biz ishimizni davom ettirmoqdamiz. Bu yil biz insultdan keyingi afaziyaga chalingan bemorlar uchun, shuningdek, neyroxirurgik bemorlarda uyg'oq holatlardagi operatsiyalar vaqtida nutqni xaritalash uchun o'zbek tilida diagnostik testlarni ishlab chiqish bo'yicha katta loyihani boshladik. Mening hozirgi tashrifim aynan shu ishga bag'ishlangan. Bundan tashqari, O'zbekistonda ilk bor neyrolingvistika bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi himoya qilindi. Ha, bu Zilola Mahmudovna Sabirovadir. Biz ishimizni davom ettirmoqdamiz. Rejalarimizda Farg'ona davlat universitetida Moskvadagi til va miya markazi bilan hamkorlikda ko'zgu laboratoriyasini tashkil etish ham bor. Umid qilamizki, bizda ko'plab yosh hamkasblar, talabalar va boshqa turdosh mutaxassislar, nevrologlar, psixologlar qo'shiladi va biz bilan hamkorlik qiladi. Neyrolingvistika fanlar aro o'zaro yo'nalishdir. U o'zida lingvistika, psixologiya, neyrologiyani va unga aloqador butun tibbiyotni, matematikani birlashtiradi. Bizning sohada muvaffaqiyatli bo'lish uchun bularning barchasini o'rganish kerak. Lekin men takrorlashdan charchamayman. Psixo yoki neyrolingvist bo'lish uchun avvalo lingvist bo'lish kerak. Tilning tizim sifatida qanday tuzilganligini tushunish, so'ngra tilning biologik funksiya sifatida qanday ishlashini o'rganish lozim. Bu murakkab va uzoq davom etadigan ta'lim, ammo bizning soha g'oyatda qiziqarli. Men sizning talabalaringizga va ko'plab yosh hamkasblaringizga bu yo'lni mamnuniyat bilan bosib o'tishlarini tilayman. O'ylaymanki, sohamizda yanada rivojlanish uchun bir nechta masalalarni hal qilish kerak. Birinchidan, bu barqaror laboratoriya yaratishdir. Unda butun hayotini neyro va psixolingvistikaga, ilmiy tadqiqotlarga bag'ishlaydigan ilmiy xodimlar ishlaydi. Bizning ishimiz laboratoriya xususiyatiga ega. Biz laboratoriya yoki klinik sharoitlarga qat'iy tajribalar o'tkazamiz. Ya'ni neyro va psixolingvistika umuman filologiya fanlaridan shu jihati bilan farq qiladi. Shu ma'noda biz eksperimental psixologiyaga, neyro fanlarga yaqinroqmiz. Demak, laboratoriyani o'zining fonda kerakli uskunalar bilan yaratish kerak. Chunki biz ko'plab murakkab uskunalardan foydalanamiz. Video okulograflar, ko'z harakatini kuzatish tizimlari, elektroensefalografiya tizimlari. Biz o'z klinik bazalarimizda MRT, magnit rezonans tomografiyadan foydalanamiz va bizni bu ma'lumotlar qayta ishlashini bilamiz. Barcha ushbu usullarni egallaganmiz. Bu sohani jiddiy rivojlantirish uchun apparat fondiga ega to'laqonli laboratoriya zarur. Ikkinchisi, yangi avlod tadqiqotchilarini tarbiyalash. Men laboratoriyaga talabalarni birinchi kursdan boshlab olaman. Chunki hatto Rossiyaning o'zida ham neyrolingvist bo'lish uchun tugatish mumkin bo'lgan rasmiy ta'lim, magistratura yoki bakalavriat mavjud emas. Chunki shunchaki yo'q. Shuning uchun men talabalarni birinchi kursdan olib, ularni o'qishni bitirguncha keyin aspiranturada yetishtiraman. Shundan so'ng ular to'laqonli ilmiy xodim sifatida ishlay boshlaydi. Bu uzoq yo'l, lekin zarur. Uchinchisi esa chegarasiz fandir. Mening markazim Farg'ona davlat universiteti, Qozog'iston, Armaniston, Rossiyaning turli hududlaridagi boshqa hamkor universitetlar. Hozir biz bitta konsorsiumga birlashmoqdamiz. U turli tillarning eksperimental, psixo va neyrolingvistik tadqiqotlari bilan shug'ullanadi. Bu cross-lingvistik neyrolingvistikadir. Hozirda dunyoda bunday narsa mavjud emas. Ayni vaqtda shu konsorsium doirasida ishlayotgan ikki asosiy hamkorning shu yerda uchrashib turgani juda ajoyib. Сейчас здесь встречаются два основных партнера,
которые работают в рамках этого консорциума.